Assalomu alaykum. Andijon IB hafta ichida ko'rsatuvining navbatdagi soni efirda. Bugungi dasturimiz orqali ham Andijon viloyati ichki ishlar organlari tomonidan o'tgan bir hafta davomida amalga oshirilgan ishlar, jinoyat va hodisalarning batafsil tafsilotlari bilan yaqindan tanishasiz. Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirining ikkinchi bosqichi doirasida Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati hamda Asaka tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida giyohvandlik vositasining noqonuniy muomalasi bilan bog'liq jinoiy holat fosh etildi. Ma'lum bo'lishicha, 1973-yilda Asaka tumanida tug'ilgan shaxs o'zining yashash xonadonida kelgusi sotish maqsadini ko'zlab sof og'irligi 200 grammdan ortiq bo'lgan marixuana giyohvandlik moddasini qonunga xilof ravishda saqlab kelayotganligi aniqlanib, xolislar ishtirokida ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirib olindi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25 orqali 273-moddasi 6-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Giyohvandlik inson salomatligi, oila osoyishtaligi va jamiyat kelajagiga tahdid soluvchi illat. Shu bois uning noqonuniy muomalasiga qarshi kurashish faqat huquqni himoya qiluvchi organlarning emas, balki barchamizning umumiy vazifamizdir. Andijon viloyatida giyohvandlikka qarshi ayovsiz kurash davom etmoqda. Andijon viloyatida huquqni himoya qiluvchi organlar xodimlari o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, jismoniy va ruhiy tayyorgarlikni yanada mustahkamlashga qaratilgan navbatdagi sport musobaqasi o'tkazildi. Joriy yilning 29-30-iyul kunlari tashkil etilgan mazkur bellashuvda ishtirokchilar sportning qo'l jangi turi bo'yicha o'zlarining jismoniy tayyorgarligi, tezkorligi va jangovar mahoratini namoyish etdilar. Musobaqada 8 ta vazn toifasida 64 nafar ishtirokchi o'zaro bahs olib bordilar. Bellashuvlar yuqori ruhda, sog'lom raqobat muhitida kechdi. Ishtirokchilar qo'l jangi texnikasi bo'yicha o'z mahoratini namoyish etib, janglar davomida iroda, jasorat va tezkor qaror qabul qilish qobiliyatini ko'rsatdilar. Musobaqa yakuniga ko'ra umumjamoa hisobida faxrli 3-o'rinni Milliy gvardiyaning Andijon viloyati bo'yicha boshqarmasi jamoasi, 2-o'rinni 55-159 sonli harbiy qism jamoasi egallagan bo'lsa, faxrli 1-o'rin esa Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoasiga nasib etdi. Tashkilotchilar tomonidan g'olib va sovrindorlarga medal, diplom hamda qimmatbaho sovg'alar tantanali ravishda topshirildi. Bunday sport musobaqalari xodimlarning jismoniy chiniqishi va jangovar tayyorgarligini oshirish bilan bir qatorda huquqni himoya qiluvchi organlar o'rtasidagi hamkorlik va jamoaviy hamjihatlikni yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Ichki ishlar organlari xodimlarining ma'naviy dunyoqarashini boyitish, milliy qadriyatlarimizga hurmatni oshirish va estetik didini yuksaltirishda teatr san'atining o'rni katta hisoblanadi. Compliance va ma'naviy madaniyat oyligi doirasida bugun 3-avgust kuni Andijon viloyati ichki ishlar organlari xodimlari uchun viloyat musiqali drama teatrida ma'naviyat va ma'rifat darsi har qachongidan noan'anaviy tarzda bo'lib o'tdi. Tadbir davomida xodimlar teatr ijodiy jamoasi tomonidan taniqli yozuvchi Sirojiddin Rustamovning Niqobdamiz asari asosida sahnalashtirilgan spektaklni tomosha qildilar. Ushbu spektakl orqali inson hayotida uchraydigan turli holatlar, jamiyatdagi munosabatlar, insonning o'zini tutishi va hayotiy qarashlari sahna orqali yoritib berildi. Aktyorlarning mahoratli ijrosi, sahnadagi obrazlarning o'ziga xosligi va spektaklning mazmun mohiyati ichki ishlar organlari xodimlarida katta taassurot qoldirdi. Ular uchun bu tomosha nafaqat madaniy hordiq, balki ma'naviy ozuqa bo'lib ham xizmat qildi. Teatr tomoshasi davomida xodimlar bir muddat xizmat tashvishlaridan chalg'ib mazmunli hordiq chiqardilar. Shu bilan birga spektaklda ilgari surilgan g'oyalar orqali insoniylik, halollik, mas'uliyat va to'g'ri yo'lni tanlash kabi qadriyatlar haqida fikr yuritish imkoniga ega bo'ldilar. Tadbir so'ngida Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati tomonidan bir guruh xodimlarga navbatdagi maxsus unvonlar tantanali ravishda topshirildi. Bu kabi e'tirof xodimlar uchun katta quvonch bilan birga kelgusida xizmat vazifalarini yanada mas'uliyat bilan bajarishga undovchi muhim rag'batdir. O'tkazilayotgan bu kabi tadbirlar xodimlarning ma'naviy dunyoqarashini yuksaltirish, bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish hamda ularning xizmatga bo'lgan mas'uliyatini yanada oshirishga xizmat qiladi. Fuqarolarning murojaatlarini o'z vaqtida va xolisona ko'rib chiqish, ularning huquq hamda qonuniy manfaatlarini ta'minlash, shuningdek, tergov yo'nalishidagi masalalarda ochiqlik va shaffoflik tamoyillarini amalda ta'minlash Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi faoliyatining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Ana shu maqsadda Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati tomonidan navbatdagi shaxsiy qabul tashkil etildi. Qabul davomida fuqarolar tergov va surishtiruv jarayonlari, tergovga qadar tekshiruvlar hamda boshqa huquqiy masalalar yuzasidan o'zlarini qiynayotgan muammolar bilan bevosita rahbariyatga murojaat qilish imkoniga ega bo'ldilar. Shaxsiy qabul jarayonida 20 dan ortiq fuqaroning murojaati tinglanib,
har biri qonunchilik talablari asosida atroflicha o'rganildi. Murojaatchilarning fikr va takliflari diqqat bilan eshitilib, har bir masalaga alohida yondashildi. Vakolat doirasida hal etilishi mumkin bo'lgan ayrim murojaatlar qabulning o'zidayoq ijobiy yechimini topdi. Qo'shimcha o'rganish talab etilgan murojaatlar yuzasidan esa mas'ul soha rahbarlari va tegishli xodimlarga aniq topshiriqlar berilib, ijrosini ta'minlash bo'yicha belgilangan muddatlar asosida nazorat o'rnatildi. Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan fuqarolar murojaatlari bilan ishlash, ularning huquq va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish, har bir murojaatga qonuniy, xolis va o'z vaqtida yechim topishga qaratilgan ishlar izchil davom ettirilmoqda. Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirning ikkinchi bosqichi doirasida Andijon viloyatida aholi salomatligini muhofaza qilish va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan profilaktik tadbirlar davom etmoqda. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining 2023-yil 17-apreldagi tegishli buyrug'i talablari asosida Andijon viloyati hududida insonlar va hayvonlar salomatligi uchun xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan yuqumli kasalliklarning oldini olish, epidemik hamda epizodik vaziyat barqarorligini ta'minlash maqsadida keng qamrovli amaliy chora-tadbirlar olib borilmoqda. Bu borada Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, Jamoat xavfsizligi xizmati, Jamoat tartibini saqlash boshqarmasining karantin tadbirlarini ta'minlash guruhi xodimlari, viloyat veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish boshqarmasi hamda boshqa mutasaddi tashkilotlar bilan hamkorlikda doimiy nazorat tadbirlarini amalga oshirilyapti. Navbatdagi profilaktik tadbirlar Shahrixon tumani markaziy dehqon bozori hududida tashkil etildi. Asosiy e'tibor aholini sifatli va xavfsiz oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashga qaratildi. Tadbirlar davomida go'sht va go'sht mahsulotlari, sut va sut mahsulotlari, shuningdek meva-sabzavot mahsulotlarining sanitariya va veterinariya talablariga muvofiqligi o'rganildi. Olib bo'layotgan ushbu ishlardan ko'zlangan asosiy maqsad aholini xavfsiz va sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash, oziq-ovqat orqali hamda hayvonlardan insonga yuqishi mumkin bo'lgan xavfli kasalliklarning oldini olish, shuningdek jamoat salomatligi va sanitariya xavfsizligini mustahkamlashdan iboratdir. Bu kabi profilaktik tadbirlar viloyatning barcha shahar va tumanlarida ham izchil davom ettirilmoqda. Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati hamda Andijon shahar Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida tovlamachilik bilan bog'liq jinoiy qilmishga o'z vaqtida chek qo'yildi. Aniqlanishicha, Andijon shahrida faoliyat yurituvchi kompyuter o'yingohlarining birida 3 nafar shaxs o'zaro oldindan jinoiy til biriktirgan holda 2008-yilda tug'ilgan yigitning ishonchidan g'arazli maqsadlarda foydalanishni rejalashtirgan. Ular yigitning o'ziga tanish qiz bilan shaxsiy munosabatda ekanligini bilgan holda hech qanday qonuniy asossiz uning mobil telefon apparatini ochiqdan ochiq tortib olishgan. Keyin esa telefon xotirasida saqlangan sir saqlanishi lozim bo'lgan shaxsiy foto va video tasvirlarni o'z qurilmalariga ko'chirib olishib, ularni internet tarmoqlari orqali tarqatib yuborish, shuningdek yigitni yaqinlari va jamoatchilik oldida sharmanda qilish bilan qo'rqitishgan. Jinoiy rejalarni amalga oshirish maqsadida mazkur foto va video materiallarni o'chirib yuborish hamda tarqatmaslik evaziga jabrlanuvchidan 10 million so'm miqdorida pul talab qilishgan. Tezkor tadbir davomida o'zlarini go'yoki uddaburon deb hisoblagan ushbu shaxslar talab qilingan pul mablag'ini olayotgan vaqtida daliliy ashyolar bilan qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan gumonlanuvchilarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 2-qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgi vaqtda tergov harakatlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, shaxsning sha'ni va qadr-qimmatiga tajovuz qilish, uning shaxsiy hayotiga oid ma'lumotlarni oshkor etish bilan qo'rqitib, moddiy manfaat talab qilish og'ir jinoyat hisoblanadi. Hech kim bunday tahdidlarga ko'nmasligi, aksincha, bu kabi holatlarga duch kelganda zudlik bilan ichki ishlar organlariga murojaat qilishi lozim. Andijon viloyatida tovlamachilik bilan bog'liq jinoiy holatlarga qarshi murosasiz kurash davom ettirilmoqda. Ayni paytda xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirning ikkinchi bosqichi doirasida Andijon viloyati hududida giyohvandlik vositalarini yetishtirish, saqlash va tarqatish bilan bog'liq jinoyatlarni fosh etishga qaratilgan tezkor tadbirlar izchil davom ettirilmoqda. Xususan Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati hamda Andijon tumani Ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan olib borilgan ko'zdan kechirish tadbiri davomida 1960-yilda tug'ilgan fuqaroning yashash xonadoni belgilangan tartibda xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Tekshiruv jarayonida xonadon hududida bir tub nasha giyohvandlik o'simligi parvarishlanayotgani aniqlandi.
Shuningdek, xonadondan quruq holda saqlab kelingan sof og'irligi 200 grammdan ortiq marixuana giyohvandlik moddasi topilib, belgilangan tartibda ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirib olindi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 276-moddasi 2-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Unutmang, giyohvandlik vositalarini yetishtirish, saqlash yoki ularning noqonuniy muomalasi qonun oldida javobgarlikka sabab bo'ladi. Agar siz bunday qonun buzilish holatlariga duch kelsangiz yoki ular haqida ma'lumotga ega bo'lsangiz, zudlik bilan ichki ishlar organlariga xabar bering. Andijon viloyatida giyohvandlik va narko jinoyatlariga qarshi ayovsiz kurash davom ettirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasining joriy yil 15-iyundagi tegishli topshirig'i hamda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining 14-iyul kungi tegishli farmoyishi ijrosini ta'minlash, voyaga yetmaganlar o'rtasida huquqbuzarlik va jinoyatchilikning barvaqt oldini olish tizimini yanada takomillashtirish, shuningdek mazkur yo'nalishda xizmat olib borayotgan inspektor psixologlarning kasbiy bilim va amaliy ko'nikmalarini mustahkamlash maqsadida shu yilning 5-avgustidan 11-avgustiga qadar Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, Jamoat xavfsizligi xizmati, Jamoat tartibini saqlash boshqarmasi binosida shahar va tuman ichki ishlar organlarida faoliyat yuritayotgan voyaga yetmaganlar masalalari bo'yicha inspektor psixologlar ishtirokida maxsus o'quv yig'ini o'tkazilmoqda. Ushbu o'quv yig'inining asosiy maqsadi inspektor psixologlarning xizmat faoliyatida zamonaviy yondashuvlarni keng joriy etish, voyaga yetmaganlar bilan individual profilaktik ishlarni samarali tashkil etish, ularning psixologik holatini baholash, oila, ta'lim muassasalari va tegishli davlat tashkilotlari bilan o'zaro hamkorlik mexanizmlarini yanada takomillashtirishdan iborat. O'quv mashg'ulotlariga Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati, ma'naviy ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash xizmati psixologlari, ijtimoiy himoya milliy agentligining viloyat boshqarmasi mas'ullari, shuningdek sohaga aloqador davlat va jamoat tashkilotlarining malakali mutaxassislari jalb etilgan. Mashg'ulotlar davomida ishtirokchilarga voyaga yetmaganlar o'rtasida huquqbuzarlik va jinoyatchilikning kelib chiqish omillari, ularni barvaqt aniqlash va bartaraf etish usullari, psixologik profilaktika, nizoli vaziyatlarni hal etish, ota-onalar va ta'lim muassasalari bilan samarali muloqot o'rnatish, shuningdek bolalarning huquq va qonuniy manfaatlarini ta'minlashga qaratilgan qonunchilik hujjatlarining mazmun mohiyati yuzasidan atroflicha nazariy va amaliy bilimlar berilmoqda. Shu bilan birga mashg'ulotlar davomida inspektor psixologlarning murakkab vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish, profilaktik suhbatlarni samarali tashkil etish hamda har bir voyaga yetmaganga individual yondashuv asosida ishlash ko'nikmalarini yanada rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mazkur o'quv yig'ini orqali inspektor psixologlarning kasbiy salohiyatini yanada oshirish, profilaktika tizimi samaradorligini yuksaltirish hamda voyaga yetmaganlar o'rtasida sog'lom ma'naviy muhitni shakllantirishga xizmat qiladigan bilim va tajribalarni amaliyotga keng tatbiq etish ko'zda tutilgan. Hozirda o'quv yig'ini davom etmoqda. Andijon shahrining Yangi Hayot mahallasida sodir etilgan oila turmush doirasidagi og'ir turdagi jinoyatning kelib chiqish sabablari, jamiyatdagi ijtimoiy ruhiy muhitga ta'siri hamda profilaktik chora-tadbirlarning samaradorligini oshirish masalalari bo'yicha Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Sanjar Jabarov boshchiligida muhokama yig'ilishi o'tkazildi. Keng jamoatchilik ishtirokida bo'lib o'tgan muhokamada jinoyat sodir etilishiga sabab bo'lgan omillar, jamiyatdagi be'e'tiborlik, muayyan mutasaddi organlar faoliyatidagi kamchiliklar aniq faktlar asosida tanqidiy ko'rib chiqildi. Xususan ushbu jinoyat ham bir kunning o'zidayoq sodir bo'lib qolmaganligi, avvaldan bo'lib kelgan kichik nizolar va o'zaro tortishuvlar oqibatida yuzaga kelganligi, atrofdagilarning esa bu holatlarga ko'r-ko'rona munosabatda bo'lganligi jiddiy tanqid ostiga olindi. Muhokama davomida masjid imom xatibi ham so'z olib, inson hayotiga tajovuz qilish, qasddan tan jarohati yetkazish va odam o'ldirish kabi og'ir jinoyatlar muqaddas dinimizda qat'iy qoralanishi, inson qadri va uning hayoti har qanday boylikdan ustun ekani haqida ta'sirchan fikrlar bildirildi. Shuningdek, bugungi kunda dolzarb muammolardan biriga aylanib borayotgan kiber jinoyatchilikning oldini olish masalalariga ham alohida e'tibor qaratilib, fuqarolarning bank kartalari va shaxsiy ma'lumotlarini kiber firibgarlardan himoya qilish, ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqatilayotgan turli zararli havolalarni aniqlash hamda bartaraf etish imkonini beruvchi Ant Kiber Qalqon mobil ilovasidan foydalanishlari bo'yicha ham targ'ibot ishlari amalga oshirildi. Tadbir yakunida yig'ilganlarga sodir etilgan jinoyatning kelib chiqish sabablari va uning salbiy oqibatlarini barchaga ibrat olish maqsadida yetkazishlari kerakligi aytilib, bu borada tegishli mutasaddilarga muhim chora-tadbirlar belgilab berildi.
Andijon viloyatida giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarning noqonuniy muomalasiga qarshi keskin choralar izchil davom ettirilmoqda. Jumladan Andijon shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida giyohvandlik moddalarining noqonuniy savdosi bilan shug'ullanib kelgan shaxslarning jinoiy faoliyatiga chek qo'yildi. Aniqlanishicha, 2001 va 2003 yillarda tug'ilgan 2 nafar shaxs oldindan o'zaro jinoiy til biriktirib, moddiy manfaat orttirish maqsadida sof og'irligi 42 grammdan ortiq bo'lgan gashish giyohvandlik moddasini 6 million so'm evaziga sotishga uringan. Tezkor tadbir davomida ular jinoyat ustida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan Andijon shahar Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 6-qismi A bandi bilan jinoiy ish qo'zg'atilib, qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hurmatli fuqarolar, unutmang, giyohvandlik moddalarini qonunga xilof ravishda tashish, tayyorlash, saqlash, o'tkazish yoki tarqatish uchun qonunchiligimizda javobgarlik belgilangan. Andijon viloyatida xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirning ikkinchi bosqichi doirasida jamoat xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar izchil davom ettirilmoqda. Navbatdagi vazifalarni belgilash, shaxsiy tarkibning xizmatga shayligini oshirish hamda tungi vaqtda jamoat tartibini ishonchli ta'minlash maqsadida Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati, jamoat tartibini saqlash boshqarmasida hamda barcha shahar tuman ichki ishlar bo'limlarida onlayn shaklda maxsus yo'riqnoma o'tkazildi. Yo'riqnomada Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati tomonidan xodimlarga viloyat hududida jamoat tartibini saqlash, aholi osoyishtaligini ta'minlash, huquqbuzarlik va jinoyatlarning barvaqt oldini olish, ko'cha va jamoat joylarida profilaktik nazoratni yanada kuchaytirish, shuningdek yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash borasida amalga oshirilishi lozim bo'lgan ustuvor vazifalar yetkazildi. Ayniqsa xizmat jarayonida qonunchilik talablariga qat'iy rioya qilish, yuksak mas'uliyat va hushyorlik bilan harakatlanish, fuqarolar bilan muloqotda muomala madaniyati va xizmat odobiga amal qilish, har bir huquqbuzarlik va jinoyat holatiga nisbatan tezkor hamda qonuniy chora ko'rish zarurligiga alohida e'tibor qaratildi. Yo'riqnoma yakuniga ko'ra tungi xizmatga jalb etilgan kuch va vositalar viloyat hududidagi belgilangan xizmat yo'nalishlariga tarqatilib, jamoat tartibini ishonchli ta'minlash, aholi tinchligi va osoyishtaligini asrash, huquqbuzarlik hamda jinoyatlarning oldini olish vazifalariga kirishdilar. Zero xavfsiz muhitni ta'minlash nafaqat huquqbuzarlik sodir etilganidan keyin chora ko'rish, balki uning oldini olish, xavf-xatarlarni barvaqt aniqlash va aholi osoyishtaligini har qanday sharoitda ta'minlashdan boshlanadi. Ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan hududlarda profilaktik tadbirlar, tushuntirish targ'ibot ishlari kuchaytirilib, jamoat xavfsizligiga tahdid solishi mumkin bo'lgan holatlarga o'z vaqtida huquqiy baho berib borilmoqda. Tadbir doirasida ayniqsa fuqarolarning hayoti va sog'lig'iga xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan buyumlarni qonunga xilof ravishda olib yurish holatlarini aniqlash va ularning oldini olishga alohida e'tibor qaratilyapti. Xususan, xavfsiz va sog'lom yurt tadbirining o'tgan bir oyi davomida Andijon viloyati hududida xizmatga jalb qilingan ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan fuqarolardan jami 3317 dona o'tkir tig'li jismlar daliliy ashyo sifatida olindi. Aniqlangan har bir holat yuzasidan qonunchilikda belgilangan tartibda huquqiy choralar ko'rildi. Jumladan 2987 nafar fuqaroga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 185 moddasi 1-qismi, 215 nafariga 185 moddasi 2-qismi, 110 nafariga 185 moddasi 3-qismi, 2 nafariga 185 moddasi 4-qismi hamda 3 nafariga 185 moddasi bilan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. E'tiborli jihati shundaki, ushbu ko'rsatkichlar ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan hududlarda profilaktik nazorat va tekshiruv ishlari izchil olib borayotganini ko'rsatadi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad fuqarolarni jazolash emas, balki ulardan kelib chiqishi mumkin bo'lgan salbiy oqibatlarning oldini olish va jamoat xavfsizligini ta'minlashdir. Shuningdek, tadbirlar davomida fuqarolarga qonun talablari tushuntirilib, xavfli buyumlarni qonunga xilof ravishda saqlash va olib yurishning huquqiy oqibatlari haqida profilaktik targ'ibot ishlari ham olib borilmoqda. Ayni vaqtda xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbiri doirasidagi ishlar Andijon viloyatining barcha hududlarida keng ko'lamda davom ettirilmoqda.
Biz yashab turgan jamiyatda har bir voqea, hodisa bu bizning hayotimiz, kelajagimiz, farzandlar taqdiri bilan bevosita bog'liq. Atrofimizda yuz berayotgan har qanday holat, qonunbuzarlikka nisbatan befarq qolish bu o'zimizga nisbatan ham mas'uliyatsizlik demakdir. Bugungi ko'rsatuvimiz orqali ham biz barchangizni hushyorlikka, ziyraklikka va eng muhimi faol fuqarolik pozitsiyasiga chaqirmoqchimiz. Agar har birimiz yon atrofimizda sodir bo'layotgan voqealarga e'tiborli bo'lsak, jamiyatimizda tinchlik, osoyishtalik va barqarorlikni yanada mustahkamlashga hissa qo'shgan bo'lamiz. Salomat bo'ling.